haqqimiz yo'q. Tamizi rangi bu barbaharomas. Bizga harom dedi. O'zning to'yida yaxshi desa, yoki pashtum to'yida yaxshi desak, bu harom dedi. Ham diniy masalasiga, ham millat farhang masalasiga biz buni ijozat bermaydi. Hech kimga afzaliyati yo'q. Kimo parvarda yakka bo'ladi. Biz hamma parvarda Alloh taolomiz ki bizlar aqvom qaboil dunyoga baxotir ta'rif ma'rifat uchun biz har kimni obrazdan taniymiz. Ammo Allohning adab kun mutabarki Allohning masiri islomga jirgan bo'lsa, taqvo qilgan bo'lsa, bu din islomda taqvoya qilib himoya qilgan bo'lsa, inson dunyoga Allohning oldiga nazarma mukarram musharraf inson. Siz o'sha kunga mahfilimiz tanho mahfil o'zidan emas. Mahbubur millatiki bugun ma'lumga ko'rsatib dunyoga ki biz bir farhangni himoyasi uchun hammamiz Alloh ham o'tiramiz. Bir farhangni himoyasi uchun hammamiz qo'l-qo'lga berib bir-birimizga qo'llaymiz inshaalloh. Shu holat uchun inshaalloh bu mahfil barguzor bo'ldi. Alhamdulillah bugun hammani jami-jo'sh huzur ma'lumni ko'rib xursand bo'lamiz. Inshaalloh Samarqand viloyati hammasi ittifoq mardum. Bunga tojik, o'zbek, hazora, pashto hammasi bir-biriga inobat shakliga yashab nima qiladi inshaalloh. Bir-birining obro' izzatidan himoya qiladi. Bir-birining ozoda hurriyati uchun muboraza qiladi. Inshaalloh biz hammasiga dunyoga ham ko'rsatamiz, oyatga ham, dastga ham bilan biz bilan turamiz. Az vaqtda qo'yman vaqtlar kam. Diga hammaga xursand bo'ldik, huzur qildingizlar. Bu yaxshi kelibsizlar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.